Assalamu alaykum, hörmətli dostlar, manglarınki məşvaqınlar xərlik bolsun. Bugün biz muşu nəşr kontrol sistemisininki davamını öyrənib ötümüz. Aldınqı dərslərdə bolsa biz muşu nəşr kontrol sistemisi degan nima, onundakı buyruqlar və tarmaqlar haqida düşənçə berib ötdük və şununğa dair bəzi buyruqlarını öyrənib ötdük. Bugünkü dərsimizdə bolsa biz Yirak ambar degan nima, Yirak ambardan GitHub'ni öyrənimiz və GitHub'da hesab etiş, özümüzningki yerlik ambardakı kodlarımızı Yirak ambarga qandaq yollaymiz, qaysı basqıçlarını və qaysı buyruqlarını işlətimiz, şunu öyrənib ötümüz. Yirak ambar degan nima degan vaqtida, mushu ko'pincha ishlatgichlar yerlik ambarda ishlaydi. Ya'ni mushu yerlik ambarda o'zingizninki local repository deymiz buni inglizchada. Shu yerda o'zininki kodlarni takrorlaydi, kodlarga har xil o'zgarishlarni ib boradi. Endi boshqa kishilar bilan, ya'ni shirkatga kirgan vaqtida shirkatda mushu projektni boshqalar bilan o'xshash vaqtda, o'xshash bir projektda ishlaganligingiz uchun siz mushu o'xshash vaqtda boshqalar bilan o'zingizniki mushu projektini qanday backgroundsiz, shular bilan qanday o'xshash vaqtda xizmat olib borasiz degan vaqtida mushu remote repository, ya'ni yiroq ambar deganni ishlatamiz. Yiroq ambarda mushu sizningki hisobda kodlaringizni mushu yiroq ambarga xuddi Google Drive'ga o'xshash bir yerga o'zingizning kodini yo'llab qo'yib shu yerda saqlaydigan, boshqalar xohlagancha kirib ya'ni siz shuning ruxsat bergan kishilar kirib kodlarni o'zgartira oladigan, kodlarni yuklay oladigan va har xil izohatlarni olib bora oladigan bir yer. Shuni biz yiroq ambar deymiz. Endi bu remote repository inglizchada shunday deyildi. Endi yiroq ambar deganda biz bir qancha xil yiroq ambar, ya'ni remote repository bor. Buning ichida GitHub haqsiz va GitLab mushu haqliq. Endi biz mushu GitHub bilan GitLabniki asosiyatdan hamma narsa degidek o'xshash. Faqat o'xshamagan shirkatlar bilan ishlatadi. Birsi haqliq, birsi haqsiz. Mushu GitHubni o'rganib o'tib, GitHubda qanday hisob ochamiz, undan keyin o'zimizning kodini qanday shu yerga yo'llaymiz, shuni o'rganib o'tamiz. Undan keyin mushu yiroq ambarni ishlatgan vaqtida remote repositoryni shuningga qanday bir kodlarni ishlatamiz, ya'ni buyruqlarni ishlatamiz, shularni o'rganib o'tamiz. Undaqda biz avval mushu GitHubga bir kiraylik. GitHub degan qanday narsa, GitHubda nima ishlarni qilamiz, shuni bir o'rganib o'taylik. GitHubga mushu github.com degan torbat kirmiz. Torbatga kirsak, bu torbatda mana ochildi. Bu torbatda avval biz cho'qim buningga a'zo bo'lishimiz kerak. A'zo mishadan a'zo bo'lamiz. Ishlatgichi ismi, email, maxfiy nomer degandeklarni to'shqizimiz. Ma torbat qaraydigan bo'lsangiz, GitHub haqida tushuncha berdi inglizcha mazmunlar. Balkim sizningki turayotgan davlatingizga qarata tillar o'xshamasligi mumkin. Ammo menikida inglizcha chiqdi. Endi biz mushu GitHubdan bir hisob ochaylik. Hisob etish uchun miyaga ishlatgichi ismimizni kirgizamiz. Masalan, Uyg'ur IT deb kirgizsam, Uyg'ur IT'ninki degan nomni ep bo'pti boshqalar. Shuningga har xil ismlarni qo'llanib qisam qilamiz. Uyg'ur IT lab deb qo'ydim. Buni kichik yozay. Uyg'ur IT lab deb yozdim. Ondan keyin email adresi uyg'urit@gmail.com uyg'urit@gmail.com bu hisobot ichinlib bo'libdi.
Mesela git bunda kıldım. Endi maxfiy nomerini kirgizmem miyaga men ma email adresini kirgizay. Muşunda bu uçurlarni to'shquz bo'lgan ekan ishlatgich ismi, email adresi, maxfiy nomerini miyadan sign up for GitHub deganini, shu GitHubga a'zo bo'lish deganni bosamiz. Bassak miyada o'sha hisobot qurish nimasi chiqadi. Bu yerda o'sha akkauntingizni nim qilasiz, tasdiqlaysiz, sizningki haqiqiy bir odammi yo emasmi? Shuni qilish uchun bu yerdan verify deganni bosdim. Bu hisobotni rasmni to'g'rilab bo'ldik. Andiki bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, o'sha har xil uchurlar sizningki emailingiz kelsinmi deydi. Bu yerga kelmasin deganni tanlab etdik. Tanlab qo'yib, bo'lmasa to'xtamay uchur kelib avar qildi. Yani tanlab qo'ysangiz bo'ldi. Andan keyin haqsiz planga kirish deganni besib, bu yerda sizningki nima ish qilganligingizni, qanchalik shu kod yozish tajribasiga ega degandek larni tanlaysiz. Andan buni nima ish uchun ishlatasiz degandek larni tanlab miyaga nimga qiziqadiganligingizni yozib, andan keyin miyadan complete setup deganni, o'sha qurishni tamomlash deganni qilsak ham bo'ldi. Ondan keyin o'sha email adresimizga bayamqi biz yozgan o'sha email adresiga bir to'g'irlash adresi bordi. Shuni tasdiqlab bo'lgandan keyin andan keyin bu nimni GitHubni ishiltalaymiz. Undaqda avval sizlar o'sha kirgizgan email adresingizga kirib, o'sha kelgan uchurni besish orqali emailni bir to'g'irlab o'tinglar. Qaraydigan bo'lsam, men emailni ochib kelgan uchurni besib buni to'g'irladim. To'g'irlagandan keyin menda bir bat ochildi. Buningdan siz bu yerdan hozircha atlab o'tib ketish deganni bossangiz bo'ldi. Bossangiz mana hozir bir tal bizga shu GitHub'ninki bosh beti ochildi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu yerda miyada başsurtimiz var. Bu yerda bizningki shu profilimiz, bizningki ambarlarimiz, projektlarimiz degandek narsalar var. Masalan, repository degan olsam, mana bu yerda hech qanday menda ambar bo'lmaganligi uchun bu yer qop-qora chiqdi. Agar qurmoqchi bo'lsam, new deganni bosaman, besib, bu yerga shu repositoryninki shu ambarning ismini kirgizma, tushuntirishini yozma. Bu bir tushuntirishini yozgandan keyin buni boshqalar ko'ra oladigan yoki boshqalar ko'rolmaydigan shaklda qilib qo'ysangiz bo'ldi. Masalan, private degan boshqalar ko'rolmaydigan shaklda qilib create repository deb bossak, mana menda bir nima ochildi. Biz mushu yerga o'zimizniki kodini chiqaramiz. Biz oldingi darsda mau branch deganni qurib mushuni ishlatgandik. Mushuning ustidan biz mashg'ulot olib boraylik. Mau biz oldingi soatda
Aldınqı dərsimizdə işlətgən kodlar, muşu kodlarni yollashni biz öyrənib ötəyli. Mən undaqda terminalni açay. Terminalni açıp mən muşu hazırqı açqan hüccət bayağı kiray. Qarsam mənə muşu bütün hüccətlər barkən aval bir tazlap qaraylamsaq bütün biz hüccət barkən branch'ga qaraylı. Qaraylamsaq bir qancha muşu tarmaqlar barkən, yani branch copy 2, copy 3 hazır master'da ekanmiz. Bu nimni bir qarab baxsaq, nimishning bo'lganligini index 6 deb hüccət qurub ekan, buni hech qanday yollamabdiq. Oldingi soatimizda ko'rgandek, shu notni nimish qilganligimizning kodlarini yozib qo'yib, darsni tugatgandik. Hech qanday saqlash ep borilmagan, shu saqlash şu bitken avval biz bu saqlash bu kodni nimga şu ishlash rayonimizdan staging areaga qo'shayli. Buni qo'shish uchun git add chekit qilib qo'shdim. Undan keyin izzat berdim. Ders notlari qildim. Qilgandan keyin git stats degani bassam, mana bizningki ishlash rayonimiz pakisgan. Bu pakiz pop bo'ldi. Endi biz miya qaraydigan bo'lsak, miyada debdiki eng avval siz git init orqali yerlik rayonda bir hüccət müşu gitni quring debdi. Andan keyin readme degan hüccətini quring debdi. Buni qilishimizning hojati yo'q, ammo cho'qim yerlikda gitni ishlatmoqchi bo'lsak, cho'qim git init deb ishlatishimiz kerak. Buni qilib bo'lgandan keyin first commit qilib, shu izohatni beramiz. Izohatni bergandan keyin andan keyin biz mushu hüccətninki qayerga qo'shilganligini berishimiz kerak. Bunun uchun biz git add origin remote deganni git remote add origin git remote add origin qilib bu mushu repozitorninki adresini berimiz. Miyadagi adresini ko'chirsak ham bo'ldi. Miyadagi adresini ko'chirsak ham bo'ldi. Ko'chirib miyaga akilib qilamiz. Qaraydigan bo'lsak, git degan mushu gitning buyrug'i, remote degan mushu ijroqam bar degandagi ijroqni ko'rsatar, remote qo'shish, origin mushu haqiqiy o'rniga degan gap. Andan keyin mau adresini beramiz. Endi mushu adresni hamda origin deganga atab birdim. Mau hisobda mau hamda buningki qimmati, mau mushniki ismi hamda iliqi variable name deb variable value deb o'rganib o'tamiz programda. Masalan, mau bir variable bo'lsa, ismi mauni mushnanga qo'shib beramiz degan gap. Mushnanga vaqtliq ism qilib beramiz. Shunga ma adresni ma origin deganga qo'shib berdik deb bilsak bo'ldi. Bundan keyin biz adresni ishlatmay origin deganni ham ishlasak bo'ldi. Bunun enterni basdik. Basgandan keyin mush adresni origin deb qo'shdi. Undan keyin bununga shu remote'ga qo'shdi. Undan keyin biz ma buyruqni git push siziq origin master deganni basamiz. Basgandan keyin bizdan shu ishlatgichi ismini so'raydi. Uyg'ur IT Lab deymiz. Maxfiy nomerni so'raydi.
Məxfi numarını yazdıq. Məxfi numara görünməydi, amma yazılıbdı. Şuna diqqət qılыңlar. Biz bolğandan keyin enterni basımız. Bassaq, bizning kodimiz hazır muşu yerlikdiki ambardan, yiraqdiki ambar, ya'ni local repository'dan remote repository chiqdi. Biz bu yerdan mani bir refresh qilsak, mana bizningki kodimiz mushu nimga remote repository'ga chiqib bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, bizningki hamma hujjatlarimiz bor. Endi biz bu yerga yangidan bir hujjatdan birini quraylik. Index yettajigit html deb bosgandan keyin bu hujjatni remote repository va qo'shiman. Qilib buni Ctrl S ni bosib saqladik. Saqlagandan keyin git stats ni bosishdan burun ekranni bir tozalay. Git stats deb bassam mana yangi hujjat qo'shildi dedi. Buni git add index yettajigit html deb yazsam mı bo'ldi yoki git add checkit deb yazsam bo'ldi. Buni qilib bo'ldim. Qilgandan keyin git commit qilib izohat berma. Index yettajigitga qo'shildi. Qilsam bu hozir mushu yerlikdiki ambarga qo'shilib bo'ldi. Buni bir tozalay. Qilib endi buni mushu yiroqdiki ambarga qanday yo'llayman deganda git push origin master deb yazsak, mana bu hozir yo'llanib bo'ldi. Men qaraydigan bo'lsak 1 dan tortib 7 gacha bor, 6 gacha bor, 7si yo'q. Endi betni bir yangilasak, mana qaraydigan bo'lsak, mana bizningki hozir index 7 hujjati qo'shildi degan mushu izohatimiz keldi. Hujjat ismi 32 sekund burun yo'llandi deydi. Buni ochadigan bo'lsak, mana hujjatga yozgan xat miyada chiqib turdi. Bu mushu yerlikdiki ambardan yiroqdiki ambarga qanday yo'llashni ko'rib o'tdik endi hisobda. Buni bir tozalay. Qilib biz git branch deb qaraydigan bo'lsak, masterdagi endi biz mushu bir branchni qanday yo'llaymiz degan vaqtda biz git check out copy 2 qilib chiqdik. Hozir copy 2da git branch qaraydigan bo'lsak, copy 2da shundami? Copy 2dagi qaraydigan bo'lsak, bizga index 1, index 2da 2 hujjat bor ekan. Endi git stats deb qaraydigan bo'lsak, hech qanday narsa yo'q ekanda. Endi biz bu yerga bir tal hujjat quraylik. Index 3.html qilib bu yerga copy 2 branch da yangi hujjat qurdim deb yozdim. Yazib, bunu Ctrl S qilib, miyaga akilib, terminalda git add checkit qildim, git commit qilib, buni hamda local repository'ga izohat berman. Izohat berish orqali local repository qo'shiman. Yangi hujjat qo'shildi. Qo'shib bo'lgandan keyin git stats qaraydigan bo'lsak, hech qanday narsa yo'q ekan bizningki ishlash rayonimiz. Pakistan. Endi buni clear qilib tozalaylik. Buni qanday qilib mushu nimga branchga yo'llayman, mushu remote repository'ga yo'llayman degan vaqtida git push origin copy 2 shundami? Qaraydigan bo'lsak, bizningki hujjatimiz mana
copy 2 hazır şu nimge yollanıp bo'ldi. Qarasaq master deb miyadlan branches qarasaq master deb var. Buni bir yangilaydigan bo'lsak, mana yangi branch qurildi dedi. Qaraydigan master degan o'zininki copy 2 ga kirsak, copy 2 da mana index 1, index 2, index 3. Masterga yo'tkalsak, masterda mana index 1 dan index 7 gacha. Buni chiqarish uchun shu get push origin anandan keyin shu branchninki ismini yoziblam qilsak, shu remote repositoryga yo'llanib bo'ldi. Biz adres berishimizniki hojat yo'q, chunki bayam adresni origin deganga bergandik, shuni saqlagan. Shunga origin deganni ham ishlatib get push origin copy 2 deblam qilsak bo'ldi. Endi biz shu yana bir hujjatning ichiga yangi bir qurni qo'shaylik. Qo'shildi deb yozdik. Yozib get stats deb qaraydigan bo'lsak, yangi bir qurul qo'shildi, yangi o'zgartish berildi dedi. Berildi get add qildik, get commit yangi qur qo'shildi qilib yozdim. Yozib bo'lgandan keyin get status deb qaraydigan bo'lsam, menga package endi bir tozalay qilib buni get push origin copy 2 deb bastım. Bassam bu hozir shu yerlik ambardan ijroqdagi ambarga o'tkaldi. O'tkilib biz chiqardik, copy 2 ni bassak, mana yangi qur qo'shildi dedi. Bassak, mana yangi qur qo'shildi deb bu yerga qo'shildi. Endi biz nima qilaylik? Get checkout master qilib masterga chiqaylik. Get master shundami? Get checkout master. Qaraydigan bo'lsak, biz hozir masterga chiqdik. Masterga chiqdik shundami? Hozir masterda. Endi biz miyadin masterga chiqib, masterda yangi bir hujjatdan birini quraylik. Miyadin create a file degani bastım. Qilib index 8 checkit html deb besib, miyaga yangi html 8 hujjati qo'shildi deb bastım. Besib bu yerga yangi hujjat qo'shildi deb besiblam commit new file qilib qo'shdim. Qo'shib hozir qaraydigan bo'lsam 8-chi hujjatni miyaga hozir qurdim, shundami? Endi biz o'sha 7-chi hujjatga yana bir narsa qo'shaylik. Get yangi qur qo'shildi deb yozdik. Yozib, endi buni get add qilib saqlab, get commit orqali izoh beramiz. Yangi qur qo'shildi, shundami? Bastok. Endi buni shu yangi index 7dagi hujjatni yerlik ambardan endi jiroqdagi ambar qo'shaylik. Jiroqdagi ambarga qo'shish uchun get push origin master. Shundami? Biz master branch dedik. Master branchdan shu yerlik branchdan jiroqdagi ambar, ya'ni remote repository'dagi master qo'shimiz. Qo'shish uchun get push origin master deb bastık. Endi men mushuni bassam bu kodimiz ishlamdi, ishlamamdi. Yoki bir xatolik yuz beramdi, shuni qaraylik. Buning bassak
bu yerda bir xatolik yuz berdi. Qaraydigan bo'lsak, rejected ya'ni rad qilindi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda deydiki, shu bizningki yerlik ambarda ambardagi hujjatninki kommiti hujjatlar mau ijroqdagi ambar remote repository bilan o'xshash emas. Remote repositoryda yangi hujjatlar bo'lishi mumkin. Shuni avval tushagin deydi. Git pull orqali tushirib, anandan keyin buni git push qilgin deydi. Ya'ni mau remote repositoryda deki o'zgarish bizningki mau kompyuter bo'lmagan bo'lsa yoki bizningki shu hujjat commitlar mau remote repository'dagi hujjat va commitlardan keynida qolgan bo'lsak, masalan, buni haqiqiy misolga ib bağlı vaqtida men shirkatda ishlayapman. Ishlayotgan vaqtida bir qanchamiz bir projektda ishlayapmiz. Masalan, mush projektda ishlayapman deyli. Buningda men bugun bir ishlarni qildim, boshqa xizmatdoshim bir ishlarni qildi. Ammo xizmatdoshim mendan burun qilgan ishini GitHubga yo'llayapti. GitHubga yo'llab bo'lgandan keyin ondan men uningdan sal keyin qilib men yo'llayman dedim. Biroq yo'llayman degan vaqtda menda xatolik yuz berdi. Bu degani GitHubda yangi kodlar bor. Avval sen shu yangi kodlarni o'zingning kompyuterga tushirib olib, ondan keyin git pull orqali tushirib olib, ondan keyin kodingni yo'llagan deydi. Bu masalan biz boshqalarningki kodining yo'qolib ketishining oldini oldi. Shuningga git pull origin master deb yozamiz. Git pull origin master deb qilsak, bizga yangi shu kodlarni tushirib yangi kodlarni tushirdim qilib unda saqladim. Saqlasam yangi bir hujjat qurildi dedi. Git stats qaraydigan bo'lsam, endi yo'llasam bo'ldi. Men qaraydigan bo'lsak, mana 8 ni miyat qurgan to'q 8 tushdi mana. Yangi 8 tushdi. Bayan biznikida yo'qdi. Endi biz git push origin master deb yo'llasak, endi yo'llay olamiz. Chunki biz mau remote repository'dagi kodlarni tushirib olib, andan keyin o'zimizning hujjatiga tushirib olib, hujjatiga kompyuterga yangi kodlarni qo'shib birga yo'lladik. Andan keyin yo'llay olamiz. Qaraydigan bo'lsak, mana o'zimizniki yangi hujjati qo'shildi. Bu endi git pull'ninki ishlash o'rni. Git pull deganninki ishlatish o'rni mushundaq. Ya'ni shu bizdan burun remote repository'da bizninkidan boshqa yangi bir kodlar qurilgan, yozilgan bo'lsa, yo'llangan bo'lsa, u kod biznikida bo'lmagan bo'lsa, biz git pull orqali avval kodlarni kompyuterimiz tushirib olib, andan keyin shu kodlarni birlikda yo'llaymiz. Bu git pull'ninki ishlatish o'rni. Endi men git branch deb qarsam, master branch da shundami? Men git check out copy 2 qilay. Copy 2 ga chiqdim shundami? Copy 2 ga chiqib, copy 2 da yangi bir hujjatdan birini quray. Index 4 check html qilib, yangi html 4 hujjatini qurdim deb bastım. Bisib miyaga git add qilib qo'shdim. Qo'shgandan keyin buningga izoh berib, izohni berdim. Yangi html4 hujjati deb qilib bo'lgandan keyin git push endi qanam origin
master emas, çünkü biz bu copy 2 degan branch bo'lganligimiz uchun copy 2 degan branchga git push origin copy 2 deganiga yo'llayman. Yo'llab qardim. Qaraydigan bo'lsam, bu yerda mana bir narsa chiqdi. Bu yerda avval biz nima qilaylik? Copy 2 ga qaraydigan bo'lsak, yangi hujjat qurildi, shundaymi? Yangi hujjat qurdik. Endi biz burun manda bir ish qilgandik. Bu ish qanday degan vaqtida biz copy 2 ga bir narsani qilib, buni shu master branchga qo'shgandik. Shundaymi? Endi biz buni shu yerlikda merge qilib baqili, ya'ni birlashtirib baqili. Buni qilish uchun git checkout master qilib masterga chiqdik, shundaymi? Ondan keyin git merge master copy 2 qilib manda merge qildik. Merge qilsak, mana konflikt degan yuz berdi, ya'ni uqishmasizlik degan narsa yuz berdi. Chunki ayerdagi koddagi commit meningki miyadagi masterdagi commit bilan copy 2dagi commit, ya'ni izohat o'xshamaganligi uchun qaysini qurdiganligini bilanmay, shuningga bizga manda bir uqishmasizlik xatoligi yuz berdi. Buningda qaysini qilsiz masterda mabakan, ammo copy 2da mabakan qaysini app qolsiz zodi deydi. Biz her ikkilisini app qolganligimiz uchun bu yerdagi o'sha kodlarni o'chirib etib, anandan keyin mush kodni yo'llaymiz. Qarsak, HTML 4da barkan, 3da barkan, 3dami? Mushu uqishmasizlikda chiqqan kodlarni, xatoli kodlarni o'chirib etib, endi buni git add qilib qo'shib, git commit qilib config-ni o'ngshidim deb yozdim. Yozgandan keyin bizniki hozir config o'ngshaldi. Git status deb qaraydigan bo'lsak, mana bizniki mushu ishlash rayonimiz pakis bo'ldi. Hem copy 2dagi kodlarni mushu masterga qo'shdim. Endi buni mushu Jira ambardagi remote repository yo'llaydi. Buni yo'llash uchun git push origin master deb yo'lladim, shundaymi? Yo'llagandan keyin bizniki kodimiz hozir mushu masterga chiqib bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, mana konfliktni o'ngshidim deb shu izohatimiz bilan tang yo'llandi. Bu shu kodni bir tarmoqdan yan bir tarmoqqa merge qilib, birlashtirib, anandan keyin buni remote repositoryga yo'llashniki usuli. Nima o'rgandik deganda git add avval yangi GitHub hisobot etishni o'rgandik. GitHub hisobot etishni o'rganib bo'lgandan keyin mushu o'zimizniki yerlik ambardagi kodni Jira ambardagi kodga yo'llashni o'rgandik. Git remote qildik, add qilib, add origin qilib, origin qilgandan keyin yangi mushu repository'ninki adresini, masalan, yerga manda adresini besib, mush adresga yo'llashni o'rgandik. Ondan keyin git push origin master qildik. Ondan keyin git push deganni o'rgandik. Git push origin master, git push origin copy 2, bundan keyin git merge mushu yerlikda turib git copy
copy 2'den master'ga merge qilishni o'rgandik. Ondan keyin mushu nemda git pull origin master deb yangi kodlarni ijro qambardan tushirishni o'rgandik. Bular bizniki mushu hozirgi bugungi darsimizda o'rganganlarimiz. Agar darsda tushunmaganlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.